Assalomu alaykum. Meni oila a'zolarimdek yaqin bo'lib qolgan qadrdonlarim, aka-ukalarim, qizingillarim, yoqtirmasdan kuzatayotgan barchalaring yaxshi kayfiyat tilayman. Kunlaring yaxshi o'tsin. Xudo xolasa hech qaysilaring kasal bo'lmanglar, o'zlaringga ehtiyot qilinglar. Sizlar hammalaringni yaxshi ko'raman. Bilaman, meni ko'pchilik ham yaxshi ko'ravermaydi. Baribir sizlarni yaxshi ko'raman. O'zlaringga ehtiyot qilinglar. İşga keldim, xudo xolasa. Yana chiqarib turaman. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ishga zaryadchik. Abid. Hozir mana yangi formani yechib, parat formani yechib, mana ish kiyimni tikkan va ko'pinchamiz oldi. İşte boshlaymiz keyin. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingizga ehtiyot qilinglar. Salomat bo'ling.